Mashhur Matilda shirinligining ideyasi ham o'zimizdan shokoladning negrdan olingandi. Uni ustiga oson retseptda tayyorlab ko'rsataman. Tuxum oqini ajratib ko'pirtirib, oz-ozdan shakar solib ko'pirtirishda davom etamiz. Chiroyli bo'lib ko'pirgach, tuxum sarig'ini oz-ozdan solib yana mikser qilib olamiz. Aralashma ustiga kakao hamda unni elakdan o'tkazib solib, lopata yordamida ko'tarib aralashtiramiz. Biskvitli qolipsiz ham tekis chiqishini xohlasanglar, pergamentni listni faqatgina tek qismiga soling. 170 gradusda qizib turgan duxovkada 20 daqiqa davomida pishirib olamiz. Sovigan biskvit chetlarini pichoq bilan yurg'izib, ko'rsatilgandek qilib qolipdan ajratib olib, o'rtasidan bo'lamiz. Endi janona kremini tayyorlab olamiz. Eritilgan sariyog' va variyoniy moloko. Men yaxshi ko'radigan o'sha legenda sladkaya korovka zugushonkasi. Bu zugushonkамsiz kremim bomba bo'lmas. Ikkita masalliq aralashguncha mikser qilamiz. Eng so'ngida kakaoni elakdan o'tkazamiz va yana mikser qilib olamiz. Biskvitni shirin bo'lmagan oddiy suv yordamida propitka qilib kremimizdan solib tekizlaymiz. Ustidan ikkinchi bo'lak biskvitimizni qo'yamiz. Yaxshilab propitka qilamiz. Qolgan krem bilan ustini tekizlaymiz. Yana ham chiroyli bo'lishi uchun ustidan shokoladni qirg'ichdan chiqarib sepamiz. Ta'm og'zingizda qoladigan yumshoqqina shirinlik retsepti tayyor. Retsept yoqqan bo'lsa, nodirangizni duo qilishni unutmang.